Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bu qisqa videoda ba'zi tor bekatlardan haqsiz e, kinishkalarni ilish to'g'risida to'xtalamiz. Buning alohida to'xtalgan tor bekat HubSpot degan bir ma'rif tor bekati. Buning asosiy tor darsliklar va bu xili dangliq ma'rif xarakterlik bir tor bekat Udemy'ga o'xshab ketadigan. Paychekin bazaq sağan bu 2006 yil qurilgan o'zi. Asosli buningda o'zingizningki tor mahsulotlari, ya'ni tor bekat, app yoki bo'lmasa Facebookda oshxonangizning do'koningizning yoki oshxonangizningki maxsus bir akkaunti bo'lsa, shuni qanday qilib xaridorlarni jalb qilish to'g'risida ko'plagan masalalar to'xtaldi buningda. Buni yoki inbound marketing mi deydi? Inbound marketing degan inglizcha gap. Inbound degan kelgan yoki kirayotgan xaridorlarningki inbound marketing deydi. Outbound marketing, inbound marketing deb ikkiga ayiramiz. Bu outbound marketing degan an'anaviy, masalan, televizor, radio, gazeta jurnal orqali o'zingizning mahsulotini e'lon qilib bersiz. Bu outbound, ya'ni chiqayotgan marketing bo'ldi. Inbound marketing degan hozirgi yangi, masalan, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube qatorliq ijtimoiy tor aloqa vositalari orqali e'lon bersak, buni yoki social media marketing ni o'z ichiga oldi endi. Mush to'g'risida nurg'un darsliklar bor ishlangan, qanday qilib shu jihatdagi saviyangizni oshiradigan. Masalan, mush to'g'risida bir xizmatga o'rlashmoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmaganda mening mana kinishgan bor. Ma diplom emasa, kinishga. Mana kinishgan bor deb o'zingizningki tarjima olgansiz foydali bo'lishi mumkin. Bu haqsiz olib qo'ygan yaxshi, chunki hozir o'zimdan barang pul deb o'ylayman hozirgi zamonda. HubSpot the site can't be reached. Okay. Mavo organ biti. Biz bu organ biti kirgandan keyin resourcesga kirib, andın bunun ichida free courses and certifications. Ko'zdan tanlaymiz. Free courses and certifications. Ya'ni haqsiz darslik va kinishkalar. Bassaq. Mana VPN-ni ichib qo'yg'achqa surat ostilab ketib bordi, topamiz deb. Odatda unda olmaydi. Bunun ichida qarsanglar social media marketing, inbound marketing. Bunun ichida hozir eng ommabop bo'lgani inbound marketing. Men bu ham tushundigandek, hozirgi ijtimoiy aloqa vositalari, ya'ni eng moda bo'layotgan buningda asosiy marketing to'g'risida moda bo'layotgan deganim ko'p ommabop. Ya'ni haqiqiy hozir hammadan bu krizisda qanday uydan ishlagachga bevosita boshqalardan aloqalashmaydigan xizmatlarga mos keldi. Ya'ni buni start certification'ni bassaq, a'zo bo'ling deydi. Google accountingiz bo'lsa, biz Google bilan kirsangiz bo'ldi yoki masalan Uyg'ur IT first name last name hamda o'zingizning ismi bilan bo'lgan bo'lsa kirgizsangiz yaxshi, chunki kinishkini qadam o'zingizning nomida tarjimangiz qo'yganda keyin payliq bo'lib kelib o'ylayman. Create my account, check your email. Sizga bir el-xat keldi. El-xatingizni ichib confirm email address jazmlashtirsangiz, ammo mening email adresim shu deb biz qo'ysangiz, hamda password bir password bekitasiz. Shuni talab bo'yicha sonlar bilan bir kichik bir cho'ng harf deydi.
company domain. Қалғанша талап қойсаңlar болды. Yani түсінтіш үшін. Strategy. Before getting started, we want to recommend that you invite your colleagues, team members, classmates, or friends to take part in this learning experience with you. Not only for some moral support, but people who learn together grow together. Now, inbound marketing is marketing focused on getting found by customers. And azabı oldu. Organ bitigi krep. Resources, free courses, certifications. Мұшларың әміз қанда әқсіз. Шын әп қойсаңлар болды. Бек ауықтыңларда әп қойған олайыншы. Зейін жоқ.